Ben müşk yigit. Ben müşk yapılan kız. Ben potmuçuk balvan. Biz yolga çıktık. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来，这是给你看。水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。大家在睡觉，大气粉碎，西凉世纪。Oğlunu konuq düşürüşünü bilmeymen. 水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。 Bizga uxlash yiyip gelmedi. Müşk yapılan kız ve onun hamrohlari. Balalar, men beri palasını hep çıkay. Sizler aram ele bilinglar. Birodarlar, men Baybek payız gimnastik hareketini öğrenip aldım. Köygünlar barmı? Mollaq etişimga qaranglar. Sen mundaq demekçi mi? Voh, mollaqni bekpey zatdan konduğumu öğütüp koygun bulamdı. Elbette. Aslı men sizlerge mollaq etip vermekçidim. Siz bana yançı mollaq etişini öğütüp koyamsınız. Ha, maqul. Men avval palazını tepip olay, biroq o iskilatda yo'qturdi. Rasma, g'alati ish bo'pti. Albatta ras, uning ustiga ichidagi barliq bo'yoq va to'plarım yo'qolib ketibdi. Bugun yuz bergan bu ish bakmi g'alati. Qarag'anda bizning o'ttirg'i chiqadigan vaqtimiz bo'pti. Uxlash kerak azmatlar, otlanayli. Sinib kirib kecha, qutimizni dunyoga. Shaharda har kuni kechada azmatlarni tarkib topgan bir atraf taxt bo'lib turadi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Emma bo'lsa, Men müşk yapılan kız. Geri bo'lsa, Men potmuçuk balvan. Konno bo'lsa, Ben müşk yigit. Biz uxlash yiyip azmatlar. Biz maktab atrofidagi askarlardan boshlab tekshiraylik. Masalan, Romeo, lekin u yerda o'rtirib nima qiladigandu? Kim biladi? O başka narsalarni o'g'irlab ketishdan burun uni to'sib olayli. Mening müşk mashinamga o'ltirayli. Romeo ne ketgandi? O cho'qim ichiga kirib ketdi. Kirib qarab baqayli. Pəxəs bolaylı, onun nima qilmoqchi ekanligini bilmaymiz. Cho'qim yaxshi emas. Romeo, sening bu yerdaligingni bilamiz. Vaqtni to'la isrof qilmay, tez chiqa bo'ldi. Agar biz tushib qolgan narsalarga erishib mangsak, Romeoni cho'qim topa olamiz. Bu isil plan bo'ldi. To'g'ri emas. Mening hamma planim nihoyat isil. Lekin bu shuning ichidagi eng isili. Uxlash kiyimlik azmatlar men qurgan to'zaqqa tushsinlar. Dunyo mening bo'ladi. Chiqa Romeo. Öcüb Beyzi bu yerda bir sıyrılğış balken. Hey, top balıqının birisi bu yerda turdi. Bu nima bo'lgani? Ay, nihoyat yaxshi. Nihoyat yaxshi. O tezroq. Uning ustiga tezroq tasdiq bo'lmamdi deyman. Romeo. Aha, yaxshimsizlar. Bu yerdaliklarni ko'mabdiman. Sizlar meni izlayapsizlar. Qasdan bilmas bo'laman. Sen bu boyaq palas amarxi toplarni ilib nima qilmoqchi? O'zim xohlagan ishni qilmoqchi edim shunda. Shundaqmi? Bu qanday ish meni tushirib? Mening xohlagan narsani elishim sizlarni mush yerga boshlab kelish uchun. Mening haqiqiy planim endi boshlandi. O mishga yapılan qiz. Ha? Romeo yo'qolib ketibdi. Ustiga qara hamoqat qo'sh. Men ufchyaptiman. Mening alohida iqtidorli ko'chirish uskunam bu. Men alohida iqtidorimni ko'chirib olayman. Quvvatqa yolg'iz senlar emaskansan. Sizlar cho'qim mush yapılan qizning alohida iqtidoriga ega bo'lmaysiz. Nima? O'zimdan boshqa hech kim mening alohida iqtidorimni ishlatanmaydi. Romeo mening sen tushib chiqish uskunam tayyormisan bog'dak chunki hozir yerga tushib ketsan. Uning cho'qim tayyorligi yo'q. Sizlarni ko'ngli birdan lekin kelayam mush yigit patmuch polvon.
Ben sizlerle alaydı iqtidarlarını tek küçüremedim. O kaçıp gitti. Biz uçaylı. Ben işim olmadı. Ben bir işim olmadı. Uçuş degan mening alaydı iqtidorim. Qanday uçishni men bilaman. Sizlar daxli qilmagan bo'lsanglar, men uni tutib olatdim. O'zinglarning alaydı iqtidorini Agar ishlatala. iqtidor ikki xil bo'lsa, biz uning askish qilishini texmi tez to'siy olamiz. To'g'ri, uchish iqtidori bo'lsa bekbeyzi bo'ladi ekan. Biz burun azaldan bunda quchib boqmagan. Sizlarning meni yana qo'g'lig'inglar bormi, yo'qmi? Tez bo'linglar, uxlash kiyimlik azmatlar. Biz Romeoni birga izlaylik. Men osmonda uchaman. Sizlar yadimsan qanda? Lekin biz egizda turib texmi ko'p narsadan ko'ra olamiz. Uning ustiga bu bek ko'ngillikkan. Shundoq. Men hamma yerdan Romeoning qarsini izlayapman. Sening ishiltayotgan acaba o'tkir ko'zmi? Men uni o'tkir mushuk ko'z deb atayman. Sizlarda texmi mening o'tkir ko'z iqtidorim bormi? Men sinab boqay. O'tkir ko'zlanchi ko'z. Ben Romeo'nu ko'rdim. Emaskan. Men uni ko'rganda qildim. Emaskan. O yerdikan. Sen qanaqlachi uning o'tkir ko'zini ishiltib, shuncha yiroqdagi narsani ko'ra olding. Hey! Men boyim mollaq atdim. Men Romeo'nu ko'rganda qildim. O yerdikan. Sen bunda qursan bo'lmaydi. Sana hech bo'lmaganda. Hech nima bo'lmadi. Biroq men qisilib qoldim. Birodarlar, Romeo ketdi. Ozroq to'ssoqli müdürlüğe olaysan. Bo'ldi. Tez berib, uni tutaylik. Uchish degan mening ishim, sizlar yerda mening ishonlar kerak. Biroq usubek beyzi bo'ladi ekan. Yana kelib, biz birga uçsaq, Romeoni texmi tez tutib olaymiz. Sen bizga ozroq o'kitib qo'ysang bo'lamdi. Masalan, qandoq to'xtash va qandoq o'ylanish deganda. Ma'qul. Ammo men aytishib sinab beknala. Voy onimay, u bektiz uchidi ekan. U degan mutaxassis tursa, mangayli. Uxlash kiyimlik azmatlar, tez kelib men bilan o'ynanglar. Mushuk yapılan qizning alaydı iqtidori rost payz ekan. Biroq men boshqa uxlash kiyimlik azmatlarning alaydı iqtidoriga ega bo'lgandan keyin meni hech kim to'samaydi. Bu yerga kelmamsan hamoqat qo'y. Yo'q, bu degan to'saq. To'xtanglar. Sen o'rgatmagan tursan, qandoq to'xtaymiz? Ishni keladigan. Darajadan tashqari ushqir mushuk. Patmichiq palvonning yo'shini shunri. Nima? Men uchchunglarning alaydı iqtidoriga egib oldim. Dunyoga ega bo'lishimga endi hech kim to'sqinlik qilolmaydi. Romeo, sen bundaqni ketib qolsang bo'lmaydi. Lekin sen meni to'sayolmaysan-da. Men sizlarning alaydı iqtidoringlar ham o'zimning aql parastligim bo'ladi ekan. Meni hech kim to'sayolmaydi. Xayr, xo'sh, kishilik bizlar qiladigan adaqlar. Hammasi mening savarligim. Mening alaydı iqtidorimga ega bo'lganligimdan parishon bo'lgan bo'lsam, biz Romeoni allabirun to'sqan bo'lardik. Hech qisi yo'q mushuk yapılan qiz. Biz sening alaydı iqtidoringga ega bo'lib, yana uni ishlatganimiz uchun sendan kechirim so'raymiz. Hozir Romeo bizning alaydı iqtidorimizga ega bo'ldi. Shu biz birlikda ittifoqlashib, o'zaro hamkorlashganda uni to'siy olaymiz. Shundoq, biroq avval men sizlarga ostona mahoratlarni o'rgatib qo'yay. Bizga yordam qilib uchishni o'rgatib qo'yganinga rahmat. Bek qaltis bo'ldi. Bu mening o'ylaganimdanmi bek qiziqarlik ekan. Qaranglar, Romeo avyadi ekan. Uxlash kiyimlik azmatda o'tirib chiqdi. Bu alaydı iqtidorlar haqiqatan ajoyibki. Romeo, sen bizning alaydı iqtidorimizga davomli ega bo'la olayman deb Lekin quraqchi, o'zinglarcha men ko'ngil qo'yib yasagan alaydı iqtidorlik ko'chirish uskunisini buzmasaklar, meni alaydı iqtidordan mahrum bo'ldi deb qoldinglarmi? Anlamoqqa bu yomon emas ekan. Usta, bu chora albatta qarg'a keladi. Biroq sizlar avval mening darajadan tashqari kuchli qo'limga taqab o'tiringlar. Esinglarni tutib oldinglarmi? Menga aytib qilinglar. Tayyorlik, atlanaylik. Darajadan tashqari magnet taqsa. Ishkelinglar oldinglar. Biz faqat uskunani qo'lga tushirsak bo'ladi. O'ng'uchinglar,
Müşke bula kız. Derecede taşkır uçkur müşek. Biz endi onu qarşı olaylı. Tağdaşsız müşkinin sekirçi. Gepimni anla, öz olanın tağdasız bir kitqantın iş qısıylanla. Biz onundan üskününü tartıb olaylı. Konu deyilsin. Günün bədi, yeni mi küç anla? Dereceden taşkır uçkur müşek. Dəriydən daşqırı mağını töqsü. Biz teximi küçəyli. Müşke bulaqdınız. Bu qetin boptu, sizler vaxtınca uftunglar. Uxlaş kiyimlik əzmətlər. Bırak mən dünyaya ilgi buluş üçün karal kəmərdiğin alaydı iqtidarını işletmeymen. Qani kayamı. Aşramıyor. Əmdə biz oğurlanğan nəsənin əmizdə məktəb iskiladığı bir ütəyli. Uxlaş kiyimlik əzmətlər belli təntəni qılaylı. Hər bir tildəkidə qızımızın dünyayı. Hay buradarlar. Konu, senin yanı mollaq atqın barmı? Əlbəttə, deməkçi mən ki, sən mi bildin mollaq atqın? Əlbəttə, mollaq etişini yalğız mənlə bilməyəm. Onun üstüge billi mollaq atsa teximi qızıqarlıq buludu. Oy anam, molla geldi.